Mana endi Dubay, yangi Toshkentda xudo xolasa qurilayotgan villalar taxminan $2 million atrofida sotilishi ko'zda tutilyapti. Bu umumiy yangi Toshkentning birinchi bosqichli maketi. O'tgan bitta video obzor qilganimda ko'pchilik shunaqangi katta proyektga masjid sig'madimi deb so'radi. Mana yom-yom ko'rayotganingizdek hammasi masjid. Ichkarida yana shunga o'xshash masjidlar soni juda ko'p. Xo'p, yana bitta e'tibor qiladiganimiz nafaqat O'zbekistonda, balkim O'rta Osiyoda eng katta park shu joyda quriladi. Bu yerda yana ko'rayotgan bo'lsangiz Disneyland va maketda kichkina lekin juda katta gektarga quriladi. Xo'p, undan keyingisi bu ham xuddi shunaqa. Ham O'zbekistonda, ham O'rta Osiyodagi eng katta 55 ming kishilik stadionni ko'rinishi. Yonida mana 575 ya'ni 600 metr atrofida